qadrli ko'rmanlar, yaxshimisizlar? Shu topda dehqonlarda bo'layotgani Xinjiang Sabah madaniyat tarqitish chekish shirkati ishlagan Sabah kuy programmasi. Men riyosatchi do'stlar Nazgul Tursunjon. Qadrdonlar, har kundagi 10 minut vaqtinglarni ma'nolarga ega qilib, yangi naqshlar, yangi san'atkorlar, shundaqla qalbinglardagi san'atkorlarning eng chiroyli kuylari orqali sizlar uchun xizmatda bo'layotgan Sabah kuy programmamiz mana 8-gacha 100-sonini kutib oldi. Bugun mana shu 100-soni munosabati bilan hamda yetib kelish oldida turayotgan barliq go'zal xonim-qizlarning 8-mart xonim-qizlar bayrami munosabati bilan biz alayda bir sonni o'rlashtirdik. Qadrdonlar, bugungi bu sahnamizda el qalbidagi san'atkorlarimiz vakillari, shundaqla bizning programmamizni izchil qo'llab kelayotgan suyimli korxonchilarimiz vakillari alayda qadam tashrif qildi. Undaqda bugungi programmamizni boshlashdan avval sahnamizga azizlarni ko'pchilikka bir tanishtirib o'tay. Har millat do'stlarga ma'naviy zo'q berib kelayotgan san'atkorlar vakillaridan el qalbidagi ustoz san'atkor, g'arbiy yurt naqshi shohi, hammamizning qalbidagi eng chiroyli naqsh kuylari orqali bizning qalb to'rimizdan o'rin olgan suyimli ustoz san'atkorimiz Abdulla Abdurayim qarshi olamiz. Davlatlik birinchi darajalik kompozitor o'zining eng nodir ijodiy kuylari orqali har millat do'stlarga estetik zo'q berib kelayotgan sahnamizdagi yorqin nuqtalarning biri bo'lgan ustoz san'atkor Ablat Ablikim apandi qarshi olamiz. O'zining o'zgacha yiqimliq ovozi orqali, yiqimliq ijodiyatlar orqali el qalbidan o'rin olgan ustoz san'atkorimiz vakillaridan Tosh Muhammad Batur qarshi olamiz. Nurg'ulg'an ijodiyatlarning barpochisi ham chiroyli ovozi orqali, chiroyli kuylar orqali hammamiz uchun xizmat bo'layotgan yosh kompozitor, yosh naqshchi Keramjon Mamatali qarshi olamiz. Haqiqiy qiz nazllar xos nazokati, shundaqla chiroyli yiqimli ovozi, yiqimli kulgisi orqali hammamizga yoqqan chiroyli qizimiz naqshchi Gulgina Mollamat qarshi olamiz. 新疆艺术剧院歌剧团青年歌手石春辉，欢迎。Balliq chaqlardan tatib, o'z yaxshi ko'rgan naqshchilik kasbi bilan shug'ullanib, hozir qadar tatliq ovoz orqali hammamizga zo'q berib kelayotgan yosh naqshchi, ovoz artisti Dilara Abdushkur qarshi olamiz. Undaqda san'atkorlarimiz vakillari bilan tanishib chiqdik qadrdonlar. Balkim bugungi alaysan programmamizda sizlarni nurg'ulg'an yangiliklarni, xo'shalliklarni kutib turayotganligidan derak berdik deyman. Amsa programmamizni oxirlab turib, izchil o'zining eng esil sifatli mahsulotlari orqali qo'llab kelayotgan Sabah kuy sahnasida o'zining eng yaxshi mahsulotlari orqali parlab turayotgan bizning korxonchilarimiz vakillaridanmi nurg'unlarni bugungi sahnamizga alayda taklif etdik. Amsa birdan-bir tanishib chiqaylik. Xinjiang Ma'rifat elektron so'z chekish shirkatining qurg'uvchisi Ablajon apandi qarshi olamiz. Xinjiang Glana xalqaro so'z chekish shirkatining qurg'uvchisi Qaysar apandim qarshi olamiz. Xinjiang Udon dorigarlik chekish shirkatining qurg'uvchisi Rozi To'xta apandi qarshi olamiz. Xinjiang Miros kiyim-kechak madaniyati chekish shirkatining qurg'uvchisi Qamardin apandi qarshi olamiz. Xinjiang Hardambaq yemak-ichmak pay chekish shirkatidan Mamutjon apandi qarshi olamiz. Xinjiang Nazifa xalqaro so'z chekish shirkatidan Ranagul xonim qarshi olamiz. Xinjiang Furqat biopantexnika chekish shirkatidan Atigul xonim qarshi olamiz. Xinjiang Dilkan xalqaro so'z chekish shirkatidan Zulpunur xonim qarshi olamiz. Xinjiang Danish Maliya buğaltırlıq məsləhətçilik çəkiş şirketidən Nicat apandi qarşı olamiz. Xinjiang Abida pay çəklik şirketidən Yaqubcan apandi qarşı olamiz. Xinjiang Ümida xalqaro so'z chekish shirkatidan Guljanat xonim qarshi olamiz. Demak, bugungi so'rinimizning aziz mehmonlari bilan tanishib chiqdik qadrdonlar. Undaqda bugungi so'rinimizni albatta sizlarga ma'naviy zo'q berishdan boshlamasak bo'lmaydi. Oldi bilan sahnamizga o'zining yangi ijodiyatlari orqali biz uchun xizmatda bo'layotgan yosh kompozitor, yosh naqshchi Keramjon Mamatli ijrosida bir kuyni sundik. Qani hozirlangaysizlar. Salom Naqmaydondagi ustozlar va barliq aziz do'stlar ham ekran oldidagi barliq ko'rurmanlar. Mana bugun Sabah kuy programmasining 100-soniga qadam bosganligini tabriklab jam bo'lib o'tiribdimiz. Mumkin bo'lsa bundan keyin Sabah kuy sahnasi orqali
texmi go'zal, texmi yaxshi naqshlarimizni ko'pchilikka sunsak deb o'ylayman. Hamda bugun qutlug 3-oyning 8-i ayollar bayrami bo'pti. Mush munosabatda barliq xonim qizlarimizning bayramini muboraklayman hamda kunlaringizga texmi xushallik tilayman. Shuning bilan birga shu naq maydondagi va ekran oldidagi barliq do'stlarga chiroyli sen nomidagi naqshamni so'qgan bo'lsam, marhamat. Marhamat. Çıraylı sanam suygan güzel gözlerde her dam. Benim için çıraylı sanam suygan güzel gözlerde her dam. Ben kılmazmın sana hiç kimni bilsen, dilden uğrun algan melikem. Ben kılmazmın sana hiç kimni bilsen, dilden uğrun algan melikem. Çıraylı sen, suygan gülüm sen, babadarım ben. Sana aşık ben, yüreğimde yalnız yaşaysan. Suygan gülüm sen, babadarım ben. Sana aşık ben, yüreğimde yalnız yaşaysan. Babadarım ben, suygan gülüm sen. Sana aşık ben, yüreğimde yalnız yaşaysan. Çıraylıksan. Rahmat, Keremcan rahmat. Chiroyli baharda, chiroyli kuylarimiz bilan Sabah kuy sahnamizda mana 100. sonni kutib olib o'tiribdik. Yana eng chiroyli ta'riflanadigan yozning guli, qishning o'ti bo'lgan bizning chiroyli xonim qizlarimizning bayramini kutib olib o'tiribdik. Chiroyli degan bu naqshlar orqali chiroyli sahnamizni guldek qilib etdik. Endi o'zining tetimli kuylari bilan yuragimizga o't yoqqan ataliq san'atkorimiz Tosh Mamat Botir akamizni bir naqsha aytib berishga taklif etsak, chavaklar bo'lsin. Salam azizlar. Mana bugun men uchun intayin tez bo'lgandek mushu Sabah kuyi sahnasiningki 100. sonniki 100 sonning g'albilik ilinib bugünkidek
katta bir tabriklash faoliyatida qatnashganimda xursandman. Albatta bu 100 son men uchun nihoyat tez o'tib ketgandek. Bunda bo'lishlik sabab programma boshlanib toki bugunga qadar nihoyat olqishliq bo'libmi, yoshlarimizga nihoyat yaxshi bir o'zining asarlarini sunilgan, nihoyat rohatlik bir sahna bo'lganligi uchun menimcha intayin tez mana 100 songa qadam qo'ydik. Bu jarayonda menmi o'zimning ijodiy naqshlardan bir ikki naqshini mush sahna orqali sunib intayin yaxshi bo'lgan inkaslarga erishdim. Shu munosabat bilan Sabo kuyi sahnasidagi buningdan keyingi kelguzgimi zo'r yangiliklarni, zo'r utuqlarni tilash bilan birga bugungi 8 mart har millat xonim qizlarningki bayramini muboraklash bilan birga yana shu o'zimning ijodiy naqshlardan ayollar temisligi naqshini shu xonim qizlar uchun taqdim etmoqchiman. Marhamat. Rahmat. Hayatqa o't yaqalaydı ayollar, suladım aqalaydı ayollar. Hayatqa o't yaqalaydı ayollar, suladım aqalaydı ayollar. Sürür bolsa bir öynümü erkebi, gülde qilib baqalaydı ayollar. Sürür bolsa bir öynümü erkebi, gülde qilib baqalaydı ayollar. Kazan kaynamaz, kısık tamam sıvıydın ayrılmaz. Vallahi bu hoşallıkta yayrılmaz. Senin kacan bulalaydı ayollar. Bağlamı hoşallıktan yayrılmaz. Canınga can bulalaydı ayollar.
bir üçün kılalaydı ayallar senin gacı bulalaydı ayallar senin gacı bulalaydı Rahmat, Tashmat aka. Peshaningizda aqqan tarmikin dey desam, ko'zingizdan aqqan yoshmikin dey desam tahi. Haqiqatan oilaning yildizi, chiriqi, barkiti. Jamiyatning nur bo'lib yeniyotgan xonim qizlarimizning ishlari texim barkatli bo'lsin, o'zi teximi go'zal bo'lsin, teni salomat bo'lsin. 8 mart xonim qizlari bayrami munosabati bilan mana shu saboqiy programmamizning 100-sonining udli kagining o'zlam 2022 yildagi qo'sh-qo'sh xushalliqlarning hammamiz uchun quchoq ijodqanligidan derak berdi albatta. Qadrdonlar, saboqiy sahnimizda yiqimli kuylarni huzuringizga sunishdan boshqa yana o'zining a'lo sifatli ishonchli mahsulotlari orqali har millat iste'mol qilish uchun xizmat qilib kelayotgan ana shu mahsulotlarning barpochisi bo'lgan bizning suyimli korxonchilarimizmi biz bilan birlikda mana shu programmaning muvaffaqiyatga chiqishiga o'z hissasini qo'shdi. Bugungi sahnimizdami korxonchilarimiz vakillari biz bilan birlikda o'z ta'sirotlarini o'rtoqlashsa degan umiddaman. Undaqda oldi bilan Shinjang Hardambaq yemak ichmak pay chekish shirkatidan Mamunchan apandimning ta'sirotlariga o'rtoqlashsak qani. Oldi bilan Sabah köylerining 100-soniga muborak bo'lsin. Rahmat. Ondan keyin bugungi 8 mart ayollar bayramiga muborak bo'lsin. Rahmat. Sabah köylerining bundan keyin texmo qutuqliq o'tkazilishini umid qilaman. Bizmi butun kuchimiz bilan qo'llashga tirishimiz. Rahmat. Rahmat. Mamunchan apandimni so'rag'im kelyotdi, chunki hamda shu saboqiy sahnamizni bir hafta biz to'xtamay Hardambog'ninki ishlab chiqqan xilma-xil mahsulotlar bilan bezab chiqdik. Ham inkoslarimiz intayin yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Amsa bizniki shu saboqiyimiz orqali balkim sizlarning tashviqotinglargami azur ko'p bir unum bo'ldi deb qarayman. Siz-chi? Menimcha unumdek yaxshi bo'ldi. Shu kunki shu bir haftalik Sabah köyleri programmasi orqali bizmi butun Hardambog' tavasida taqatliq bo'ldi. Nurg'un taqatishlar bo'ldi. Nima deganda bir dağınlıq markanın barlıq kelişi müşna buldu anda. Müşna buldu. Hakikaten mayli şirket başkalarının göz karşı olsun. Hem de ben bir vasıta müşrik mesol. Bunun hakikaten ünümü yaxşı oldu dep qarayman. Şuna biz hem de yana davamlıq hamkorlashimiz. Çünkü bununki ünümünü köydüğünlerde. Ünümünü köygenken davamlıq hamkorligimiz to'xtab qolmaydi. Bildi, rahmat. Hardambaq yemek içmek pay chekish shirkati uzun yillik musobaqani besib o'tib, har millat iste'molchilarining qalb to'ridan o'rin olgan danglik korxonalarning biri. Bundan keyingi ishlaringlar texmo ro'naq topsin. Rahmat sizga. Rahmat. Endi Shinjang Ma'rifat elektron chekish shirkatininki qurg'uvchisi Ablajon apandimning ta'sirotlarini anglasak, qani. Rahmat. Oldi bilan mana shunaq ustoz san'atkorlar bilan ataliq shunaq korxonchilar bilan shunaq bir so'rinda jam bo'lganimizdan nihoyatda xursandmiz. Shundaqla Sabah köylerining 100-sonini qizg'in muboraklayman. Shundaqla vatanimizdagi har millat xonim qizlarining 8 mart ayollar bayramini qizg'in tabriklayman. Rahmat. Sabah köyleri programmasi biz uchun nihoyatda bir qaltis bir sahna hisoblandi. Chunki Sabah köyleri programmasining chiqish nuqtasi bo'lsin, yoshlarga ta'minlab berayotgan sahna jihati bo'lsin, korxonchilarga ta'minlab berayotgan shundoq yaxshi tashviqot sahnasi jihati bo'lsin, nihoyatda bir qaltis programma deyishga bo'ladi. Bizning Sabah köyleri programmasi bilan hamkorligimiz bizning Shinjang Ma'rifat elektron so'z cheklash shirkati qurilgan 10 yildan buyangi ijtimoiy unumi eng yuqori bo'lgan, tashviqot unumi nihoyatda zo'r bo'lgan, shundaqla markamizning to'nilishiga nihoyatda kuchlik unum bergan bir esil bir qitim hamkorlik deb hisoblandi. Biz shunday qildik. Shundaqla bundan keyingi fursatlarda bo'lsa biz davomli
Sabah Küyleri programımızla hamkorlashishni xohlaymiz. Mush munosabat bilan Shinjang Sabah madaniyat tarqitish shakli şirketiga alayda rahmatimizni yo'llaymiz. Shundaqla Sabah Küyleri programımızga yanimo yuqori egiz pallalarni tilaymiz. Rahmat sizga. Albatta, Sabah Küy sahnimiz korxonchilarimizga ozdir ko'pdir bo'lsin xizmat qila olgan bo'lsa, bizning ma'dig'imiz chiqqan bo'ladi. Ishlaringlar barkatli bo'lsin. Rahmat. Ondaqda yana davomli chiroyli kuylarimiz huzuringlarda bo'lsin. 下面有请新疆艺术剧院歌剧团青年歌手施春辉为大家演唱，有请。在这里呢，祝大家女神节快乐，然后也祝我们的栏目100期圆满。带来一首《梦回丝绸路》。这首歌呢是2022年感动中国栏目组评为银奖的一部作品。作词是马思聪，作曲也是马思聪，演唱就是原创的我。希望大家能够喜欢。非常感谢，也祝你节日快乐，亲爱的，谢谢，有请。
Qadrdonlar, Sabah Kuyi programmamizning 100 soni munosabati bilan ishlangan Alayt San programmamiz tamomlashadi. Mana shu sahnamizda biz yana shirkatlarning biz uchun ta'minlagan, ya'ni o'zining eng tetimliq mahsulotlardan biri bo'lgan Abidaning çaylarga, etken çaylarga ağız taydık. Ana şu şeyde qarasam, Şinjan Abida pay çekiş şirketinden yana Yaqubcan efendim barken, şu tatki təsiratlarını anlap bakaylı. Qani? Yaxşımızlar köpçülük, Sabah Kuyi programımızın 100. sani, yani Alayt sani münasibət bilan müşahidçiler bilan yüz görüşkənligimdən nəhayət xoşalman. Sabah programımızı yolğa qoyulub, bugün qədər mana 100. saniga qadam qoyubdu. Sabah programımızı keng xalqimizga ma'naviy zo'q olib kelib qolmasdan yana bizningki adabiyot san'at ishlariga bir kishilik to'psini qo'shyotidi. Abida shirkatimiz qurilgandan tortib to hozirgacha adabiyot san'at tantarbiya ishlariga keng aktiv ovoz qo'shib kelyapmiz. Albatta Sabah programmasi buning sirtida emas. Biz Sabah programmasi bilan hamkorlashgandan keyin nihoyat zo'r e'lon tashviqot jihatdan nihoyat zo'r bir yutuqlarga erishdik. Shu munosabat bilan Sabah programmasidagi parda oldidagi, parda keyindagi barcha jafokashlarga rahmatimni bildiraman. Rahmat. Rahmat. Sizlarga ham xush bo'lsin. Rahmat. Yana hamkorlashqaymiz. Rahmat sizga. Endi xonim qizlarning go'zalligi uchun xizmatda bo'layotgan shirkatlar vakillaridan Şinjan Gilana Biopentexnik chekish shirkatidan Qaysar efendimning ta'sirotlarini anglasak, qani? Salom. Ushbu so'ringa jam bo'lgan barcha san'atkor ustozlar, salom korxonchilar, hammanglarningki barliq ishlaringlar va barliq vaqtinglar xayrli bo'lsin. Salom ekran oldidagi barliq xonim qizlar, hammanglarningki 8 mart xonim qizlar bayramlariga muborak bo'lsin. Rahmat. Biz shu Gilana markasidagi terasrash mahsulotlarini ishlab chiqarib bozorga solishning oldida Abdusami akam menga sizningki mush mahsulotingiz yangidan bozorga chiqdi. Shunga Sabah Kuyi programmamizningki dastlabki pardasini ichish shafaatini men sizga beray. Sizning bozor ichishingizmi, markangizning tunishigimi cho'qim foydasi bo'ladi degan. Shuning bilan dastlabda 2 haftalik Sabah kuylarininki tajdorligini oldik. Bu nihoyatda unumli bo'ldi. Shu programma e'lon qilgandikilla men tuyangi bozor chiqib tushdim. Bozor etish jarayonida garchi bu bizningki mahsulot yangidan bozorga chiqqan mahsulot bo'lsinmi, ammo har qanday bir odamning oldiga borsak yoki do'konlarga kirsak, voy Gilana degan bu markani biz anglagan, Sabah kuyni ko'rgan degan shunday unumlarga erishdik. Bundan intayin minnatdor bo'ldim va xush bo'ldik. Bizning bozor etishimizmi bek ravon bo'ldi. Uning ustiga hamda biz bir haftalik 7 son programmani aytsak, bunada 7 naqshchi bor. Shunday sahna, shunday 6-7 apparat, sahna orqasida xizmat qiladigan shu xizmatchi xodimlar, san'atkorlar, bizning riyosatchimiz Nazigul bo'lib, bu programmaning tanarxininki intayin tuvan ekanligini his qildim. Masalan, biz shirkatlarningki bir faoliyatni qilib, Nazigulni taklif qilsak, qanchaga boradiganligini o'zimiz bilamiz. Bundaq sahnadan birini ijara qilib faoliyat qilsak, uning qanchaga to'xtaydiganligini, operatorlar qanchaga pullarni buni hisoblab chiqargan vaqtimizda Sabah Kuyi programmasi haqiqatan eng tuvan tanarx bilan eng yuqori tashviqot unumini yarata oladigan bir sahna bo'ldi deb o'yladik. Shunga Sabah shirkatini tashkillagan, Sabah programmasini yo'l qo'ygan barliq akalarimga, ustozlarimizga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Rahmat. Chin yurakdan chiqqan bu so'zlar haqiqatan yurakka badiiy deb o'ylayman. Hadig'imiz chiqdi. Rahmat aka sizga. Albatta yaxshi mahsulot joyida qilingan yaxshi tashviqotga muhtoj deb o'ylayman. Hammamiz hozir hamkorlik davriga qadam qo'ydik. Hamkorlik muvaffaqiyatning yildizi. Shunlashqa har birimiz o'zimiz shug'ullanayotgan shu kasb, shu sohalarda natija qozonaylik deb o'ylasak, cho'qim hamkorlikni ishga oshirishimiz kerak deb o'ylayman. Hamkorlik asosida maydonga kelgan barliq natija utuqlar texmo mo'l usulliq bo'lsin. Rahmat sizlarga. Bugun xonim qizlar bayram ekan. Mushu munosabat bilan mushu sahnadagi barliq xonim qizlarning va sahnadagi ustozlarimizningki xonimlarningki bayramni muboraklash munosabati bilan men mushu mehmonlarga bizningki import xam ashyolardan ishlangan Gilana oliy yurishligimizdan
bir yürüyüş soğuk kılsam, Nazgül ruhsat mı ya? Voy ruhsat. İntizamni Soğuk buzgan yaxshi bulamdı. ko'mayga odam yo'q. Rahmat. Rahmat. Sizlarga barakat bo'lsin. Rahmat. Şinjan Gilana Biyopedagogik Şirketining bugun Xonim qizlar bayrami shundaqla bizning Sabah Kuyi programmamizning 100 soni uchun ustozlar uchun tayyorlagan qimmatli sovg'asiga rahmat aytamiz. Rahmat sizga. Sabah Kuyi programmamiz nayt qizg'in kayfiyatda davomlashyotdi. Qadrdonlar, amdi dehqonlarga davlat prezidenti kompozitor o'zining yangi ijodiy kuylari orqali va xalq naqshlari orqali hammamizga istatik so'q berib kelayotgan Ablat Ablikim apandi ijrosida bir ikki kuy anglasak, qani. Salom, Sabah Kuyi programmasi ekran oldidagi barliq har millat tomoshabinlar va mushu naq maydondagi barliq azizlar, sizlarga mendan ham sig'inishli salomlar bo'lsin. Biz bugun Sabah Kuyi programmasining 100 sonliq muvaffaqiyatini tantana qilish bilan birga yana xonim qizlar ayollar bayramini tabriklab o'tiryapmiz. Bugun 3-oyning 8-kuni har millat ayol xonim qizlarimizning bayrami. Mush munosabat bilan biz mehr muhabbatlik onalarimizni, ochi singillarimizni va qizlarimizni, barcha ayollarimiz, xonimlarimizni mush bugungi bayramlar bilan tabriklaymiz. Bayramlar muborak bo'lsin. Sabah programmasini qo'llab izchil mush sahnamizda biz bilan hamdamda bo'layotgan har millat naqshchilarimizga, naqshi muzika sohasidagi ini singillarimizga, shundaqla mushu programmani qo'llab kelayotgan har qaysi korxonchilarimizga chin qalbimizdan minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Bugun ayollar bayrami munosabati bilan nihoyat yaxshi naqshlar bo'lyapti, yaxshi tayyorliklarda esil naqshlarni huzurlayapmiz. Bugun da qarasam bir xalq naqshiga o'rin kep qapti. Mush munosabat bilan men yana shundaq go'zal xonimlarimizningki mehr muhabbati bilan munosabatli bo'lgan xalq naqshlarimizdan birini o'zini sunsam. Marhamat. Kızarıp çıksam dost Oylan bin yarey Akan aylansın boyun bin Kızarıp çıksam dost Oylan bin yarey Akan aylansın Cini alem sana kuşlar curamey Senin aydep cemalim Kuşlama bileyim
Harika. Yirak itizlarga ketdik. Chiroyli qizlarning yoniga ketdik. Rahmat. 8 mart xonim qizlar bayrami bilan mana biz chiroyli sovg'alarga erishyapmiz. Ko'pdan ko'p tashakkur, rahmat. El qalbiga yaqqan, qalbimizdagi xalq naqshlari o'lmasin. Xalq naqshlarini variant qilib maydonga kelayotgan kompozitorlarimizning ijodiyatlari ham uzilmasin. Qadrdonlar, undaqda biz yana navbatda korxonchilarimiz vakillarining yurak so'zlarini anglag'imiz bor. Chunki tashviqotning kuchi haqiqatan intayin zo'r do'stlar. Balkim buni biz korxonchilarning o'z og'zidan anglagan vaqtimizda bakrak ishimiz deb o'ylayman. Yana o'sha korxonchilarimiz to'rda Xinjiang Udun Dorigarlik chekish shirkatining Ahu sog'lomlik markazini qurgan Ro'zto'xta apandimni o'ltiribdi. Bu Ahu sog'lomlik markaziga men mubodim haqiqatan yerib charchig'imizda bizga badnimizga quvvat berdi ekan, badnimizni rohatlantirdi ekan, haqiqatan kutinish va davolanish maqsadimizga yetalayotganmiz. Manmishadagi o'zining ilg'or mahsulotlari orqali yaxshi mulozimati orqali har millat iste'molchilarga mulozimat qilib kelayotgan bu markazning ishlarining o'ngishli bo'lishini umid qilaman aka. Ishlaringlar barakatli bo'lsin. Programmamizni qo'llag'ininglarga ko'pdan ko'p tashakkur. Yana har millat iste'molchilariga sog'lomlik beg'ishlab kelayotgan o'zining haqiqiy unumli mahsulotlari orqali yillardan beri hammamizning e'tirofiga erishgan Dilkan Nobeyjindan iborat mana shu sog'lomlik mahsulotining barpochisi Dilkan xalqaro so'z chekish shirkatidan Zulfunur xonimni bugungi so'rinimizdan o'rin oldi. Qarshi olamiz. Dilkan Nobeyjin haqida biz programmamizda xeyli to'xtaldik ham buning unumini demisizlar bilasizlar. Әмсе, bu programmamizga chiqqandan keyin balkim sizlarga ozdir ko'pdir foydasi bo'ldimikin deb shu umiddaman. Salam ekranlarni ko'rman do'stlar. Oldi bilan Dilkan shirkati nomidan barliq xonim qizlarning 8 mart xonim qizlar bayramini qizg'in tabriklaymiz. Sizning bayramingiz muborak bo'lsin. Rahmat, birga bo'lsin. Hammamizga mana shu xonim qizlarimizdek shirin, go'zal, tatli uyqular, sog'lomliklar yor bo'lsin deb mangulik tilkimiz bor. Sabah kuyininki o'tgan 100 sanida hammamiz yangi kuylarni tunish bilan birga qandaq mahsulotni qandaq tanlaymiz, yangi markalarni qandaq tunaymiz, qandaq tushunamiz degan bozorga bo'lgan inkosimizni, e'tiborimizmi kuchaydi. Biz sabah kuyi orqali hikoyamizni, kayfiyatimizni, turmushimizni ko'rib qolmasdan, yana iste'mol saviyarimizning shiddat bilan ishlayotgan shundaq bir paytida yangi markalarga bo'lgan tunishimizni cho'nqurlashtirdik. Am Dilkan Nobeyjinninki sabah kuyidan keyingi bozor ahvoliga kelsak, sabah kuyi orqali har bir ko'rurmanimiz Dilkan Nobeyjinning aslidagi faqat yashanganlarga mos keldi deydigan qiliplashib qolgan ko'z qarashdan aslida 18 yoshdan yuqori bo'lgan o'z sog'lomligiga ko'ngil bo'ladigan uyqu bilan uchayni yaxshilash orqali o'ziga sog'lom tan ato qilishni xohlagan har qanday bir kishiga mos kelganligini bilib oldi. Ham biz bu sabah kuyi orqali to'xtamay xaridorlardan yaxshi inkoslarni oldik, vakolatchilarni oldik degandek, shu fursat bilan sabah kuyiga yana bir qatim rahmatimizni aytamiz. Ham shundaqla sabah kuyining bugun 100 soni bo'lgan bo'lsa, sabah kuyi va shundaqla sabah kuyiga chiqayotgan har bir markalarning 100 yillik, 1000 yillik shundaq uchrashlarining bo'lishiga tilakdoshmiz. Rahmat. Rahmat, yaxshi tilaklarimiz uchun bo'lsin. Rahmat, xush bo'ldik. Әмсе мүше xo'shallik damlarni yanla chiroyli naqshlarimiz orqali texmo rivojlantirsak, endi o'zining tetimliq ovozlari orqali, tatliq naqshlar orqali bizga zo'q berib kelayotgan chiroyli qizimiz Dilara ijrosida bir naqsh anglasak, qani. Salam ustozlar, salam naq maydondagi mehmonlar. Salam ekran oldidagi sabah sahnasining ko'rurmanlari. Men Dilara Abdushukurdan hammanglarga sig'inib salam. Sabah sahnasining 100 sonli muvaffaqiyatli suratga elib tomoshabinlarga taqdim etganiga muborak bo'lsin. Uningdan boshqa yana 8 mart xalqaro xonim qizlar bayramini chin ko'nglimdan muboraklayman. Shu munosabat bilan tirishayotgan shundaqla uzluksiz naqsh etib kelayotgan biz naqshchilarga vakolatan, ya'ni shundaq yaxshi mahsulotlar bilan mushu bir tashviqot sahnasida o'rin olayotgan korxonchilarga vakolatan sabah sahnasiga yana bir qatim rahmat aytaman. Rahmat. Unda bo'lsa ekran oldidagi barcha ayollarimizning bayramiga muborak bo'lsin. Teninglarning sog'lom bo'lishini, turmushinglarning xotirjam, xushal o'tishini chin ko'nglimdan tilayman. Undaq bo'lsa ayolg'uchi men nomli naqsham sizlar uchun.
qilg'uchiman qalbim o'xshar pasli pasli baharga men ayolman ayolg'uchiman men ayolman ayolg'uchiman ayollarimiz mangu ayilib ham o'z nazokati bilan mangu chiroyli yassin. Qadrdonlar, sabah kuyi sahnimizda mana shunday chiroyli naqshlar, chiroyli hikoyalar sizlarning huzuringizga sunildi. Yana yaxshi mahsulotlarmi sizlarning diqqatingizda bo'ldi. Sizlarcha sabah kuyi sizlarga yoqdimi? Sabah kuyini yana davomlashtirsak, yana diqqatinglarni ag'diramsizlar. Biz ham sizlarni rozi qilish, sabah kuyini mana shu programmamizni har kundagi eng yaxshi hamrohinglar, eng yaxshi sirdishinglar qilish uchun yana davomli iznimiz, davomli tirishimiz. Qadrdonlar, chiroyli naqshlarni angladik. Endi Xinjiang Furqat Biofan texnik tekshiruvchidan Atigul xonimning ta'siriga o'rtoqlashsak, qani. Salam Nahmaydondagi mehmonlar, salam ekran oldidagi ko'rganlar, yaxshimisizlar? Bugungi sabah kuyi programmasi orqali xonim qizlarimizning 8 mart bayramimizni tabriklayman. Shundaqla sabah kuyi programmasining 100-sonidagi texmi dog'dug'liq yaxshi bo'lishiga tilakdoshman. Rahmat. Tashviqot ishlariga kelsak, bu sabah kuyi sahnasiniki bo'lganligidan
bizdek bir şirket karxanalarniki nayiti ünümlük paydalandık deb qarayman. Çünki her mahsulotlarimizni her millat xalqiga sunishda e'lon tashviqot ishlarida nayiti yaxshi ünümlük paydalandık. Buniki Sabah kuyi sahnəsinin texmo yaxşı buluşuğa tiləkdaşman. Rəhmət. Rəhmət. Həmkarlığımızın uzun sözlüşüğə tiləkdaşlıq bildirmən. İşlərinizlər oңuşluq bolsun. Sizə rəhmət. Rəhmət. Əndi şu aqıda bir jigit bizga qarab o'ltiryapti. Ya'ni bizniki barliq ishlarimizniki maslahatchisi, ya'ni Xinjiang Danish Maliya buğaltırlıq maslahatchi çək şirketidan Nijat apandimmi balkim Sabah kuyidan suyindi deb o'ylayman. Qarshi olamiz. Salam ekran aldidagi ko'rurmanlar, naq maydondagi ustozlar. Eng avval 8 mart xonim qizlar bayramini chin ko'nglimdan muboraklayman. Rahmat. Undan keyin tomoshabinlarga yaxshi bo'lgan estetik to'yg'u berayotgan san'atkorlarimizga yaxshi bo'lgan ijodiyat supasi hozirlagan korxonchilarimizga o'ziniki mahsulotni ham o'ziniki mulozimatini jakarlaydigan yaxshi bo'lgan supining qurilganligiga ham buniki 100 songa to'shqanligini qizg'in tabriklayman. Rahmat. Bizning Danish Maliya buğaltırlıq şirketi tipik mulozimat xarakterli şirket. Bizning şirket qurilib 9 yil mobaynida bütün Jungoga zanjirsimon holatda kengayib, hozirgacha bo'lgan o'zimizniki e'lon tashviqot jihatdan Sabah kuyi intayin yaxshi bo'lgan bir tanlash supisi bo'ldi deb o'ylayman. Ham bundan keyingi o'zimizning taraqqiyotida menga o'xshash shundoq mulozimat xarakterdagi shirkatlarningki Sabah kuyi supisini tanlashini chin ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat. Sabah kuyi mush supisiningki bag'ansir taraqqiy qilishini, bag'ansir gullanishini 100 son emas, 10,000 son bo'lib taraqqiy qilishini chin ko'nglimda umid qilaman. Rahmat. Yaxshi tilaklardan intayin suyundik. Sizlarning ishlaringlar texmironaq topsin. Rahmat. Korxonchilarimizning shundoq yurgidan chiqqan chin samimiy so'zlarini anglaganimizda sahna va sahna orqasida turib xizmatda bo'layotgan barliq qadrdonlar hammamizning oldiga chiqqandek bo'ldi. Sabah kuyi qarmoqqa intayin kichik bir illiqqina sahna, lekin nayti sistemalik ham o'lchamli holatda barpo bo'lgan bu sahnada kasbiy xodimlar, kasbiy naqshchilar, kasbiy mana shu operatorlar va barliq xizmatchilarningki tirishchiligida bu illiqqina sahnamiz texmo illiqlikqa to'lib hammalarning uchun o'rtaq xizmati bo'ladigan, hammamizning hojatidan chiqalaydigan bir illiqqina makonga aylandi deb o'ylayman. Shunlashqa bizning programmamizni qo'llagan va qo'llash oldida turayotgan barliq korxonchilarning ishlariga barakatlar yor bo'lsin. Ham sahnamizga chiqish oldida turayotgan san'atkorlarimizning ijodiyotlari texmo mo'l usulliq bo'lsin. Endi biz sahnamizga 下面有请蒙古族青年歌手吴卡卡为大家演唱，有请。欢迎，节日快乐！有请。在很困的他们很300场哦，第一，谢谢大家，祝福所有的美女们美女节快乐，祝福所有的母亲都健康平安，谢谢大家，谢谢。只要有梦就会变。
去十八弯，终于来到梦中的草原。富饶的泉水你流啊流，只要有你就有绿色。马英布鲁克你美啊美，只要有梦就会变成通天的河。富饶的泉水你流啊流，只要有你就有木根。马英布鲁克你美啊美，只要有爱就会有美好的生活，只要有爱就会有美好的生活。好，非常感谢，非常感谢。高高的树，辽阔的草原，伴随着明美的歌声，真的是很享受。感谢你，也祝你节日快乐。bu yoq bo'lsa Mo'ng'ul naqshchi qizimiz Hukaka bo'ladi. Albatta, bugungi mana shu sahnamizda har millatdan bo'lgan bizning naqshchi san'atkorlarimiz vakillari sizlar uchun xizmatda bo'ladi. 也欢迎您来参与我们今天的节目，欢迎。Qadrli ko'rmanlar, endi kiyim-kechak madaniyatimizga o'z asini qo'shib kelayotgan Xinjiang Miras kiyim-kechak madaniyati chekish shirkatining qurg'uvchisi Qamariddin apandimdan bir ikki og'iz so'z anglasak, qani. Salom, sahnadagi ustozlar, salom har qaysi qarg'anchi do'stlar, sahnadagi ko'rarmanlar. Hammanglarning shundaqla onalarimizning, ayollarimizning, xonimlarningki bugungi bayram kuni muborak bo'lsin. Rahmat. Bugünkidek qutlug' kunda Saba kuy sahnasining 100 soni suratga ilinyapti. Shuning bilan birga har bir ishni qilgan odam o'zi qilgan ishining naqadar qiyinligini o'zi biladi. Kunda birdan sonni yo'llash bak tas ish mau. Buning keyindagi xizmatlar nihoyat jiq. Masalan, naqshchilarimiz bo'lsin, tekst tanlash, musiqa tanlash, uni o'rindash, hattoki sahnaga chiqib bizga anglovchilarga yetkazgich bo'lgan jarayon nihoyat bir murakkab jarayon. Karxanchilarning qilayotgan ishida nihoyat ig'ir ish bor. Masalan, biz ma'lum bir kiyim ishlab chiqarmoqchi bo'lsak, 2 oy burun tayyorlik qilmasak ishlab chiqara olmaymiz. Material tanlashdan tortib. Bugünkidek mush kunda tashviqotning vositalari o'zgargan, har qaysi usullari o'zgargan, tashviqot usuli o'zgargan mush paytning o'zida mo'yindoq bir sahnaning bo'lishi, shundan birga karxanchilarningki tanlashni uqolmayotgan mush mezgilda Saba kuydek bir sahnani tanlab mishadi o'zining mahsulotini tunishtirish bilan birga Saba sahnasida o'zining karxonasini tushundirishi bu nihoyat bir cho'ng ish. Shunga bir mahsulotningki markasini tuntish oddiy ish emas. Biz 22 yillik muboyanda bizning elchi markamiz, Miras markamiz xalqning qalbidan o'rin olishi bu bir kun, 2 kunlik yoki ma'lum bir sahnadan emas, balki uzoq muddatlik mahsulotning sifati bilan birga mush mahsulotni davomli tashviqot qilishdi bo'lgan. Shunga hozirgi mushkullarda qanday tashviqot qilishni uqolmayotgan do'stlar, yangi korxona qurayotgan do'stlar hamda bir narsani uqqan bo'lishi mumkin. Mushanda qaysi korxonalar bor? Masalan, ko'ni korxonalardan mayli Abida bo'lsin, Ardambog' bo'lsin, mayli biz bulayli, mayli boshqa korxonalar bo'lsin, mush sahnaga kelib Saba kuyini tanlaganlikning o'ziga qarab qaysi usulda markalarni qayta tuntishni o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Do'stlarningki aql parasini ishiltib kelguslik taraqqiyot yo'lida to'g'ri bir nishon bilan mengishini orzu qilaman, umid qilaman. Hamma kelgusdagi korxonalarningki taraqqiyot yaxshi bo'lsin, ota-onalarimiz sog'lom bo'lsin, san'atkorlarimizning yangi asarlari davomli chiqib tursin. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat. Demak, iglik tiklaguvchilarda boshlamchilik rolini o'ynayotgan mana shunday ilg'or fikrlik korxonchilarimiz va shirkatlarimizning ishlari texmo ro'naq topsin. Rahmat sizga.
Endi aşxanlarımızga gül hüsn qo'shayotgan, xonim qizlarimizning oldin tanlashi bo'layotgan Şinjan Nazifa xalqaro sud chekish shirkatininki qochqishchilari hammamizga intayin tanish deb o'ylayman. Bugungi sahnamizda ana shu shirkatning vakillaridan Ranagul xonimi alayda qadam tashrif qildi. Yurak so'zlaringizdan anglasak, qani. Salam ekran oldidagi ko'rarman do'stlar, salam naq maydondagi ustozlar. Oldi bilan xonim qizlar bayramini chin ko'nglimdan tabriklayman. Shu munosabat bilan Sabah köy programmasining 100-soniga kelganmi, chin ko'nglimizdan tabriklaymiz. Sabah köyning har sabah köylerining uzilib qolmasligini chin ko'nglimdan tilakdoshlik bildiraman. Rahmat. Rahmat. Demak, korxonchilarimizning qalb so'zlari bizga haqiqatan ruhi uzuq va ilhom madadlar bo'ldi. Sizlar ro'naq topsanglar, albatta, sahnadagi hammanglar tang ro'naq topimiz. Hamkorligimiz texmo o'ngishli bo'lsin, texmo hammamiz uchun qulayliklarni yaratib bersin degan umiddaman. Ansi tuvanda o'zining chiroyli nazokati va chiroyli ovozi orqali chiroyli qizlarimizni madilab kelayotgan chiroyli qizimiz Gulginani taklif etsak, qani, marhamat. Salam ustozlar, naq maydondagi aziz mehmonlar va ekran oldidagi qadrli do'stlar. Bugun Sabah kuyi sonining muvaffaqiyatli 100 sonining suratga ilinganligini chin ko'nglimdan tabriklayman. Shundaqla menga o'xshash san'atni sevgan do'stlarimizning yangiliklarini, yangi kuylarini tomoshabinlar bilan yuz ko'rishtirish uchun ko'riklik rol o'tayotgan Sabah kuyi programmasiga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Rahmat. Shuning bilan birga yana barliq xonim qizlarimizning 8 mart xonim qizlar bayramini chin ko'nglimdan tabriklayman. Tuvandagi xonim qizlarimiz uchun atab aytilgan qizlar ba temisidagi naqshamni barliq go'zal xonim qizlarimizning oliy hurmatiga sunsam, o'zalang'aysizlar. Rahmat. Qo'lidan qutqatgan bizga o'xshash qizlar bor. Yuraklariga o't yoqqan, sadoqatga kuy qatgan. Qo'lidan qutqatgan bizga o'xshash qizlar bor. Kızlar var.
kızlar var, bizge o'xshash kızlar var. Rahmat Gülgina, chiroyli naqshidan bak huzurlandik. Burunlarda dünya mehr muhabbet bilan go'zal, naqshi muzika jonning o'ziqi desak, og'zimizda shundoq ishtik chiqadi. Lekin bara hamma narsaning qadr qimmati his qilgan vaqtimizda andin mushu mehr muhabbat degan narsani haqiqiy yuragimizdan his qila oladi ekanmiz. To'mirlarimizdan chiqarib turib, yuragimizdan his qilib turib, muhabbat degan vaqtimizda u anaga, ataga, do'stga, urug' tuqqanlarga va yoki xizmatimizga, kasbimizga, balaga qatorliq mushu muhabbatlarning haqiqiy ma'nosini his qilib yetalaydi ekanmiz. Menimcha hayotning ma'nosi va yoki eng yaxshi turmush yashash usuli bo'lsa, mana mushunga o'xshash irodalik, nishonliq, g'oyasi bor kishilar bilan birlikda qo'l tutishib, o'z irodasi, g'oyasi, orzusi uchun tirishchanlik ko'rsatish bo'lsa kerak. Mana shundaq nishoni bor, irodasi bor kishilar bilan birlikda tang qanot qiqib, har soha har kasbda ozdir ko'ptir bo'lsa-mu natija qozonish uchun tirishib ketayotgan hammalarga utuqlar yor bo'lsin. Qadrdonlar, sabahki sahnimizda chaqnagan yulduzlar, cho'lponlar, shundaqla yangidan san'at sohasi qadam olgan taychoqlar ham chiroyli qizlar. Hammaylar mana bu sahnada shodlandi, xushollandi. O'z xusholligi orqali ekran oldidagi sizni ham xush qildi deb o'ylayman. Sabahkimiz sizning ham yaxshi do'stingiz bo'lg'usi. Endi sabahkimiz bugun 100-sonni kutib oldi. Ishoniman, sizlarni qo'llasanglar biz yana davomli oldiga qarab mangimiz. Amsa sabahkimizning bugungi bu qutlug' to'yini biz chiroyli naqsh kuylar bilan yana oxirlashtirg'imiz bor. Oxirgi damlarimizda hamda biz sabah kuyimizga jon qo'shayotgan san'atkorlarimiz vakillaridan ustoz san'atkor Abdulla Abdurim apandining chiroyli kuylari bilan sizlarga zo'q berishni to'g'ri topdik. Qani Abdulla aka, marhamat. Qadiminglar muborak bo'lsin ko'pchilik. Har qaysi ini singillar, san'atchi do'stlarimiz bugun oldi bilan Sabah kuyi programmasining 100-sonini tabriklab mishaga hammamiz jam bo'lganligimizda intayin xursandman. Sizlarga ko'p rahmat aytaman. Bizning bu tabrik faoliyatimizga qatnashgan har bir do'stimiz biz uchun yaxshi tilaklarni tilguvchilardir deb shunday ishonchimiz bor. Uning keyindan dal bugun bu 100-son bizning qiz ayollarimizning muborak bayramiga to'g'ri keldi. Bu intayin yaxshi qutlug' kun bo'ldi. Qizlar bayraminglar muborak bo'lsin. Singillar, onalar, hadilar, qizlarimiz bayraminglar muborak bo'lsin. Mangu go'zal, baxtiyor, xushal, tinch omon o'tishga nisbat qilsin. Rahmat Abdulla aka. Menmi bugun asosiy temamiz ustida bir naqsh aytay. Aboy bu singlim men ayolg'ichi dedi-ku. Men demoqchi bo'lganim ayollar rost ayolson anglaysizlar. Turmuş atlı büyük makamın Çin güçsi bulbuli ayal Turmuş atlı büyük makamın Çin güçsi bulbuli ayal Üyüm balam deydu her zaman Yok onun da
behude xiyal Üyüm balam deydu her zaman Yok onun da behude xiyal Bal tamçılar her bir sözüdin Şunca sözü könül asmini Küyer fakat bir yürek üçün Haksız yaşar bunun armeni Mihri deniz üzerine atıvan Hayıl ana yer bilen asman Ömrümüzge menaber gücü Her bir ayal bizge bir mehman Bulsa ayal erküşün yürek Cesaretke dolgası yürek Göz yaşını körmeyli fakat Her bir ayal ayılış gerek Göz yaşını görmeyli fakat Her bir ayal ayılış gerek Göz yaşını görmeyli fakat Her bir ayal ayılış gerek Hürmetlik dostlarımız, ini sığınlar Bugün bayı aytqanimizdek 8 mart Kız ayallar bayrami şununga bizning mushu Saba kuyi programmasi nomidan har bir qizlarimizga bir dastidan gul sovg'a qilish niyatimiz bor. Qabul qilsanglar. Undaq yaxshi, rahmat. Qabul qilsanglar. Mangu shundoq go'zal, jazibdor, tinch amon, ko'ngil xotirjam o'tishinglarga tilakdoshlik bildirib gullarimizni qabul qilgaysizlar. Rahmat, xo'sh bo'ldik. Men shu gulni taqdim qilgach sizlarga yana bir naqsha aytish bilan mushu bugungi xotir kunimizni oxirlashtirmoqchiman. Qani marhamat. Anglaysizlar. Yaxshi ko'rib qolganligimni
kuyup yanganlığımni sizni kütüp arganlığımni kichir aytaman sizga sizni kütüp arganlığımni kichir aytaman sizga İlhan şürek işlerimni tünde tenha kelişlerimni Şam'daki yenip irişlerimni kichir aytaman sizga Şam'daki yenip irişlerimni kichir aytaman sizga aytaman sizga Şam'daki yenip irişlerimni aytaman sizga aytaman sizga kuyup yanganlığımni aytaman sizga Gülge sayrar bulbulga qarım Men nimancha söyümlük sarım Bu halimden bir haber bulmam Kichir aytaman sizga Bu halimden bir haber bulmam Kichir aytaman sizga Ferhat Şirin kıssalarini Dilimden gam gussalarini Hayatımın pinhan sırrını Kichir aytaman sizga Hayatımın pinhan sırrını Kichir aytaman sizga aytaman sizga Şam'daki yenip irişlerimni aytaman sizga aytaman sizga sizga kuyup yanganlığımni aytaman sizga Rahmet. Toy üstüge toy bo'ldi bugun. Intayin xursand bo'ldik. Ko'nglimizdan shodlandik, ko'nglimizdan kuldik do'stlar. Mana shunda xushal damlar hammamizga har vaqt yor bo'lsin. Biz uchun xizmatda bo'layotgan, ma'naviyatimizning o'ziqi bo'lgan, hantajimiz bo'lgan san'atkorlarimizning umri ham uzun bo'lsin. Rahmat. 8 Mart xonim qizlar bayramimizmi menimcha haqiqiy ma'nosini topdi deb o'ylayman. Ayollar haqidagi, qizlarimiz haqidagi, onalarimiz haqidagi chiroyli kuylar hammamizning qalbimizga malhamdek yoqdi, navatdek tetdi deb o'ylayman. Shunga bizni kuylayotgan, bizni ayayotgan, biz uchun yurak pari bo'layotgan barliq atrofimizga parvona kabi qadrdonlarimizga ham salomatlik yor bo'lsin. Qadrdonlar, hammamizga ma'naviy zo'q berib kelayotgan Xinjiang Sabah madaniyat tarqitish chekishtirishda ishlab yo'lga qo'ygan mana shu chiroyli sahnamiz orqali huzuringlarda bo'layotgan Sabah kuy programmamizning 100-sonining alayda soni bugun mana shu chiroyli damlarda sizlarga xo'sh demoqchi. Albatta, korxonchilarimiz bilan san'atkorlarimiz o'tirsida ko'riklik rolni o'ynayotgan, har millat iste'molchilarga yaxshi xizmat mulozimati bo'layotgan, har millat do'stlarga ma'naviy zo'q berayotgan Sabah kuy sahnamiz sizlarning qo'llashinglardan ayrilanmaydi do'stlar. Har sonimizda yangiliklarimiz va ma'noga to'lgan hikoyalarimiz orqali yana davomli sizlar uchun xizmatda bo'lamiz. Kelak sonimizni ko'rishaylik. Hammanglarga rahmat. Xayr xo'sh.